moshkichir yeyotgan polvon. Bu quvvat teshib chiqadi. Men hayron qoladigan narsalardan bittasi bu ijtimoiy tarmoqlardagi ovqatlarning reklamasi. Achinarli holat, qo'rqinchli holat. Mana endi bu trend bo'lib ketdi hozir moshkichiri temasi. Qatga kirmasa moshkichiri, kim nimasi moshkichiri bor. Eng qizig'i palon tonna moshkichiri qildik deydi. U agar shu tonnani qilmaydi, agar u ketmasa, xalqimiz borib qo'lida idish bilan o'chirtda turibdi moshkichir yeyish uchun. U moshkichirida mosh yo'q. Go'shtni qaynatgan, kley qilgan, solgan, shuni beryapti. Nima deydi eng qizig'i? Bu deydi immunitetni ko'taradi, quvvatni oshiradi. Hop, gap yo'q. Quvvatni oshiradi. U men bundoq qorinli odam 130 kilo oladi. Quvvat qatga ishlatadi u. Nima hozir bu moshkichirini yeb, kechqurun 8 shu moshkichirini yeb bir vagon ko'mir ortadimi yoki 1 gektar yeri borib chopadimi? Eng qiziq joy, u quvvatni qatga ishlatadi. Bilib oling, moshkichir yeyotgan polvon. U quvvat teshib chiqadi. U sog'lig'ingizdan, yuragingizdan yoki qanaqadir organ sistemangizni ishdan chiqarish bilan teshib chiqadi. Oddiy bilan tushuntirganda, meditsina tili bilan tushuntirganda, albatta bu unaqa ovqatlanish qaysidir sistemangizga, qaysidir tizimingizga zarar yetkazadi. Hayron qolaman, o'chirtni ko'rib, uzoqlardan kelishadi. To'g'ri, men tushunaman, tadbirkorlik pul ishlayapti o'sha odamlar, o'sha moshkichini sotib. Tushunaman, gap yo'q, omadini bersin. Lekin bu qo'pol qilib aytganda xalqni zaharlash bilan barobar narsa. Xalq zaharlanadi aslida. Bildingizmi? Bunaqa quvvat yeb turib qiladigan ishimiz yo'q bizani hozir. Boramiz mashinada, o'tiramiz bir vagon ovqat yeymizda, yana mashinada qaytib kelamiz. Piyoda yurish yo'q. Shuning uchun kasalliklar ko'payib ketdi. Mana bugungi kunning eng katta dolzarb mavzularidan bittasi bu ovqatlanish. Ovqatlanishni to'g'rilashga e'tibor berish kerak.